Men Vastona med klinikasiga kelganimda bo'g'imlarda ikki tizzamda og'riq bor edi. Asosan yuzimdagi dog'im uchun shu shikoyat bilan kelgandim. Hozir mana 5-kun lecheniya olyapman. Ahvolim ancha yaxshi. 3 ta farzandim bor. 3-farzandimdan keyin mendagi yuzimdagi dog'lar ko'payib ketdi. Hozir mana ancha yaxshiman. Endi Xudo xohlasa buyog'iga lecheniyani davom ettiraman. Birinchi kurs lecheniyam bugun tugadi. Ko'rib turganingizdek, bu yuz oddiy dog' emas. Bu kapalaksimon tushadi bu dog'. Dermatologik dog'lardan farqi bo'ladi. Krasniy sistemniy volchanka deb diagnoz qo'yiladi bu narsani.